Olyapman. Hurmatli sinfdoshlar gruppasining so'nggi a'zosi $200 qarz berib tur. Yubor. Anjola, yaxshimisan o'zing? Bu qanday bo'ldi endi bu endi? O'zim pulim o'zimga yetmayapti. Hozir mana negina pul jo'natib turibdi, negina pul yashab yuribman Anjolajon. Pul bera olmayman lekin. Olyapman. Qanday yo'q? Ko'rib o'tirman, TikTokka battle qilib o'tiribsan, u donatorlaring polni sovg'a beryapti. $200 berib turdimmi? Yubor. Sen lekin yomon quturib ketding lekin. Bidaman bitta Tesla ololmayganing, sen Tesla xo'roz yuklasanmi, tavuq yuklasanmi, seni ham qo'yib qo'ymosh. Ba. Uy kuysini u Instagramga har balo qo'yamiz, endi odamlar qayerdan bilib turibdi? Mana $200 pulim yo'q rostdan ham. Yubor. Jo'nat. Sen hali yubor deyapsan, hali bu kamerachining pulini kim beradi mazga yo'q. Uni og'irligi senga tushmasin. Mana sinfdoshimiz Azam. Yubor. Yubor. Haftaga qarab mana yana. Mazga. Xolojon, endi xabar bo'lmsan endi. Endi hayot shunday, bir bor bir yo'q. Bo'lganda 2 bo'lmaganda 3-2. Xafa bo'lma jo'ram. Bu hali yengil shamol bu yog'i. Xolojon, hayotda hamma narsa bo'ladi. Balandlik, pastlik. Shuncha yamachilardan o'tdik jo'rajon. Hammalarni to'xtab qolmasligimiz kerak hozir. Buni hammasi yengil shamol jo'rajon. Muhimi to'xtab qolmasligimiz kerak biza. Tolkab pilot ketishimiz kerak jo'rajon. Bunaqa aqlli gaplaring aql chiqma menga. Undan ko'ra shu neginadan $200 olib bor, men bu hafta senga beraman deyapman. Shuni yubor, bersa berdi, bermasa pashon. Jonim, bayram. Adeli ko'rsalar yomon xursand bo'lalardi. Shunaqa, tezroq ko'zlaridagi quvonch ko'rgim kelyapti. Qizingni nima olding? Qarashaman deb qo'ymadi. Hozir men ishlarni bitirgandan keyin mashinamga o'tkazib qo'yaman. Bo'loqqa tez kelib qoladilar. O'rta mamamni parq etib o'tasan, shag'amdan yo'q odam oldiga kirib men tabriklayman. Unaqa kelma bilan nima qilay? Oldi orqaga taqib yuborib. Iltimos, do'dirab yurmagin. Ha, o'zi. Ana qilib chiqardamili? Yo'q, ko'chaga chiqib ketganlar hozir kelib qoladilar. Yo'q aka, mamla taqilmayapti. Boricha taqib tur, bo'l. Ana, Adeli kelibdilar. Bo'l narsalarni tayinla. O'g'lim? Ada, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Voy bolam, rahmat, to'g'ridan baraka top. Qani, ochdim. Voy, 13 yilgandami? Nima ekan bu? Adajonimga, voy mambalu adasi yashayver o'g'il bola. So'qqa boshli qalaqirga tushunibsan-da oxiri. To'xtang, noto'g'ri o'ylayapsiz. Nima noto'g'ri o'ylayman? O'rningdagi qiynalib qo'yganni o'zi aytmoqchi edim senga. Mamaki men buni taqishim kerak edi. Men bolam bilan gaplashaman, tiqilmay tur. Sal yoshroq-ku, tarbiyalasi bo'ladi. Rahmat bolam. Stop, sharmanda qilib tashladingiz-ku, bu qiz emas. Men bu mashina sizga sovg'a. Yuragim. Men xabar xursand bo'lman-a. Matoqing boshim yuramanmi? Ichkarida 4 ta mashinam, qo'shiq uchastkalarim, zavodlarim bor. Mol dunyodan to'ygan odamman men. Menga meni tushunadigan, mehr beradigan bitta yaxshi ayol kerak edi. Shunday bilmadingmi, xumpar? Asabiylashmang. Adajonisi. Yuraklarni mazasi qochib qolmasin deyman-da. Men bilan tabriklayman, lekin hech qayerda lola yo'q, topa olmayapman. Hech qayerda qolmabdi. Mana hozir ham tugul do'konga keldim. Rozelda yo'q bu yerda ham. Hozir lola bormi desam, yo'q aka, berib yuborganmiz lolalarni deyapti. Bo'lmasa men ham olib bormoqchi edim, mana bunaqa tushiddanmi, sariqdanmi, oqidan bir xursand qilibsan jonim bayramlaring bilan. Lekin nima qilay, hech qayerda qolmabdi-da. Maqsamikin endi lolalar qayerda topsamikin-a? Ashtaqa chiroyli lolalar kimda bo'lsa e'tiboringlar. Olaman men hammasini. Ashtaqa chiroyli lolalar bo'lsa qayerdan topsam bo'ladi mashincha lolani, birdaniga. Qayerdan qoparman mayli. Sani problem emas, u podarka olish meni problemam. Bu videoni srochni hali ham sizga gul bermagan tanishingizga yuborib qo'ying, balki bir-birimiz yo'lda ko'rib qolib qayerdandir gul topib oldingizga olib borarmiz. Gret jigar storiesga kontentlar qidiryapman deb menga ashula topish bor. Ana ashula bor-ku.
Anu. Tumaraga izi. Kelolmayapti-da, yani zo'r joylarga chiqqanda ham qiladi. Qiz aytganchi. Tushundim. And I set fire to love me. o'zi xayratmay qo'ysay Nurjan, yerdan tashlasin, sraz ana Shazam Pazam anomni sip. Sraz tashlay radmay, bo'lsay. Necha yerga kerak qo'yasiz? Necha qarasang necha yer. Radnoy. Sağ. Oxirgi marta hal qilib bering, iltimos. Kam bu birpasda hal bo'ladigan narsa emas. Gaplashib qo'yganman. Erta javobini. Bo'ldi, tushundim. Salom aytadingiz. O'zim. Hop. Yomon mujiklar-da, brat. Zohir aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kech qo'yganingizga uzr qildim. Aka, bizning ishlar nima bo'lyapti? Ukam, sabr qilib tur. Bu birdan hal bo'ladigan ish emas. O'zligi senga telefon qilishadi. Tushundingmi? Bo'ldi aka, tushundim. Rahmat kattaman. Yaxshi davom eting. Assalomu alaykum Johir aka. Ha, Botir, yaxshimisan? Yaxshi sizni ko'rib qoldim. Nima xizmat uka? Ozgina ishkal bo'lib qoluvdi, shunga pul kerak edi, aka. Voy, hech tinch yurmaysanlar-da. Bo'pti, kechroq telefon qil, hal qilamiz. Bo'pti. Rahmat. Zo'r mujiklar-da. Har doim so'rasam yo'q deminglar. Bo'ldi aka. Hal qilib berishadi problemingizni. Hozir ishda edim. Telefon qilib yuboraman. Tavba qildim. Odamlarga qaynonsan. Bu problemalarni aytib telefon qilib urishadi. Jonim, salmam oldilariga sarg'larni ko'paytirib, bugun boshqacha forma qilib qo'yingmi? Ishonaman sizga java. Sochlaringiz Allo. Eshitdimi? Qattasanlar. Tushunmadim. Qattasanlar. Kim bu? Men samanman. Farruh mashina urib ketdi. Tushunmadim. Farruhni berib qo'ydi. Ay. Kim bu? Farruh endi olamiz. Bilatsizmi? Kim bu? Men seni bilmayman. Ha? Men seni bilmayman. Tushunmadim. Qattasan? Kim bu? Men seni bilmayman. Bozorga yangi Spark ketdi. Sostoyaniyasini nima qilamiz? Olamizmi? Olamiz. Nona bormi? 100 tani. Men qarab kelikchi. Davay. Bor qara. Bizadan aka. Nima mashina ekan? Mashinangiz yaxshi ekan, ish pul so'rasiz. 9000 aka. Aka, tirikchiligiga 100 so'm o'tib bering. Ya, to'g'ri kelmaydi aka. Sog' bo'lasizmi? Sog' bo'ling aka. Bozorchilarimiz 9000 qilyapti. Demak, undan qimmat sotsa bo'ladi. Nima bo'ldi? Soddagina bola ekan, narx ko'tarib keldim. Baxti endi sani galing og'ayni. Bo'ldi. U yog'ini o'zim hal qilaman. Telefonga qarab turlaring. Davay. Suyanmang aka, suyanmang iltimos. Teti akani aka toycho. Ko'ryapsiz. Nech pul so'rayapsiz bunga? 9,5. Aka 100 so'm arzoniga bering. Biz ham tirikchilikda odammiz. Ya aka, to'g'ri kelmaydi. 9,5 ga bermayapman o'zi. Aka o'ylab ko'rmaysizmi? Ya aka, to'g'ri kelmaydi. Uzr unda. Shoh ketding. Bo'pti. Nech pul so'rayapsiz aka? 9,5. Ayo, bozor qaytyapti, sal o'tmaysizmi? Shu bozor qaytyapti, sotib mashina olishim kerak-da aka. 9,5 ga bermadi. Men sizga 9 ga beraman. Olasizmi? 6000. Ya, nima deyapsiz? Bozor qaytyapti aka, o'ylab ko'ring. Ya, to'g'ri. Baraka qilamizmi 6000 ga? 9000. Sog' bo'lasiz aka. Nimalar ketgan mali bu ham yaxshi ketdi. Doni oldi uni. Nima qilamiz o? Bozor qaytyapti, narx tushiramizmi? Unda men boshlayman. Damay bo'laqa. Hali ham sota olmadingizmi aka? Yo'q, de. 5000 bo'lsa o'zim olib qolaman. Ya nima deyapsiz? Boy o'zingiz 9000 qotuvdingiz. Hozir narxlar tushib ketdi. 5000 ishtir aka. Ya 5 ga bermayman lekin. 3000 ga ham sota olmaysiz, o'ylab ko'ring. Jentira olaman deb kelganman. Sog' bo'ling, bo'pti, omadingiz bersin. Aka, nima qilamiz? Buni sotamizmi? Sotishga kelganman aka, sotib jentira qilib ketishim kerak. Ana aka, narx tushib yotdi. O'zi bozor bu narsa qildimi buni? Tushibdi-yu, narxi 5000 qilib ketishdi. Aka, hozirtasi keladi 3000 qiladi. Yo'q-e. To'rga berib qo'yavering menga. Hozir mashina tarqalib ketsa, jentira ham ololmay qolasiz. Baraka aka. Ana boshqa gap. Ko'ring qadrdon. Voy, aka, bu ham sizdanmi? Aka, mana shu bozorda ko'rib turgan jamiki jentira mendan. Yo'q-e. Nech pulingiz bor o'zi?
4 bor siz bergan. Bo'pti aka, qarang. 4000 boshiga berasiz-da. Hop. 120 oyga $650 dan berasiz. Nima duosi aka, butun umr deb qo'ymadingiz-da.